Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizlarda navbatdagi tekshiradigan oilamiz kuyov yo'q ekan, ikkita farzandi bor ekan. O'zi ba'zi sabablarga ko'ra hozir vaqtincha ishlamayotgan ekan. Bular bu oilada o'zi singlisi, ya'ni singlisi ham qaytib kelgan ekan. Kuyovi yo'q ekan. Onasi yoshi katta, ishga yaramas ekan. Ikkita farzandi bor ekan. Mumkin hammasi mana shu bitta oila, bitta hovlida turishar ekan. Shuni tekshirishga keldik. Hozir kirib ko'rib tekshirib, inshaalloh aytamiz. Bitta kim turasizlar? Mamam, ukam, singlim 2 qizi, o'zim 2 qizi. Bittasi 2009 maktabda o'qiydimi bu? Ha. Keyingisi o'g'lingiz 10-chi, bu ham maktabda Ha, o'qiydi. maktab. Qizingiz 11-sinfda o'qiydimish. Hmm. Kuyovingiz Ajrashib ketganmiz-ku. ajrashganmisizlar? Ha. Aliment beradimi? 10 ming, 15 ming, 20 ming shunaqa. Qizimning tabusi deganmisiz? O'zinikini yasab qo'ygan, anda-sanda chiqadi-yu. Non sotishda. Qayerda? Kommunizmda pekarniyda non sotib qaytib keldi. Maktabdan keyin-da, ha. Bu yerda kim turadi hozir? Mana shu hovlida. Men, Siz, mamam mamangiz. Mamangiz nima ish qiladi? ishlamaydi, yaramaydi ishni. Pensiya oladimi? Yo'q. Uydagi singlingizni eshitib olib chiqasiz. Ikkita, mashina chiqdi. في جب حزني غارق لم أنطقي يا هاجري أتلفتني وأذقتني طعم الجوى في غير